Xayrli oqshom yaxshilar. Va 7, 16, 25 chizmalarda tug'ilgan shaxslarning xarakter xususiyatlari haqida gapiramiz. Avval ham aytganimizdek, siz qaysi oyda tug'ilgan bo'lsangiz ham, mana shu sanalarda tug'ilgan bo'lsangiz, bu sizga mos keladi. Bu shaxslar juda ijodkor, o'z kasbining mutaxassisi, juda talantli aktyor, aktrisalar hisoblanadi. Lekin ular o'zlari bilmaydi o'z hayotining aktyori ekanligini. Ular omadli ham, ularga omad do'stlari tomonidan keladi ko'pincha. Ya'ni ular qancha ko'p do'st, birodarlari, qarindoshlari bilan ahil bo'lsa, shuncha omadi keladi. Lekin ular ko'pincha odamlardan qochishadi. O'z dardiga, g'amiga aralashib qoladi. Ya'ni bular qancha yoshlar katta bo'lgan sari sotsiyofobiya bo'lib qoladi. Odamlardan qochish, odamlardan panada o'z inlariga kirib olish ularga xos odatlar hisoblanadi. Va bu ularning minus tomoni ham hisoblanadi. Ya'ni chunki ular yaxshi qarorlar qabul qila olmay qoladi borgan sari, urushchoq bo'lib qoladi. Yoki qarzlarga ham botib qolishi mumkin va ularda ko'proq общительный bo'lish kerak. Mana ular koinotning aktyor, aktrisasi bo'ladi. Ular doimo sahnada bo'lish kerak. Chunki ya'ni bu shaxslar farzand tarbiyasida yo xotin, yo turmush o'rtog'i bilan yoki kasbida aktyor, aktrisalik mas'ulligini bo'yniga olib, muloqotda ko'proq bo'lishi kerak. Afsuski, bular ko'pchiligi odamlardan o'sha muloqotdan qochishadi. Foydasi tegsa gaplashishi mumkin odamlar bilan, ammo ular doimo odamlar bilan muloqotda bo'lishlari kerak. Ular juda aqlli, juda omadli. Yo'q degan joydan yordam keladi, yo'q degan joydan pul keladi. Yordamni esa chiroyli общенияsi tufayli oladi. Ya'ni ular masalan qancha oddiy bo'lsa, odamlar bilan ham qancha oddiy, chiroyli muomalada bo'lsa, omadi keladi. Lekin ular ko'pincha o'zlarini baland tutadi. Balandroq kelaversa, shuncha pullari kelmaydi ularga. Chunki bu insonlar juda chiroyli, aqlli bo'ladi va bu shaxslar qancha oddiy bo'lib, hammaga mehribon bo'lishi imkoniyatlarini ochib beraveradi. Agar kimgadir yordami tegmasa, imkoniyati bo'lmasa bunga, uni ochiq aytishi kerak. Ulardan qochishi shart emas. Ochiq, mana hozir shunga imkoniyatim yo'q deb aytishlari kerak. Va ular qancha ochiqroq, qancha yaqinroq, qancha mana shunaqa oddiy bo'laverishsa, ularga shuncha yaxshi kunlari, yaxshi omadlari, yaxshi kunlari kelaveradi. Qancha burni ko'tarilsa, odamlardan qochsa, iniga kirib olib chiqmay, shu o'zlarini olib qochaversa, ulardan shuncha omadlari ketib, muammolari ham paydo bo'lib qolishi hech gap emas. Chunki bular hayot sahnasining aktyor, aktrisasi bo'ladi. Va bu insonlar ajoyib do'st, hammani tinch yashashini xohlaydi va hammani o'sha to'q bo'lsa, hayot yaxshi bo'lsa edi deb hammaga yordam berishni istaydi. Lekin ular avvalo o'zlariga yordam berishlari kerak. Yordam berishlari uchun esa odamlarni oldiga chiqishlari kerak, odamlar bilan yaqin bo'lishlari, o'z talantini ko'rishlari kerak va mehnatiga narxini baland emas, pastroq so'rashi kerak. Qancha pastroq so'rasa, shuncha taniladi va bu faqat mana shu 7, 16, 25 chizmalarda tug'ilgan shaxslar haqidagi ma'lumotlar edi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videoda yana keyingi sanalar haqida aytib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.